Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va obunachilari. Mana bugun biz navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati aeroport oldida yangi uchastkalar bor ekan. Yangi uchastkalarga, ya'ni yangi cheklarga, yangi chekka olib kelib o'rnatdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. High-tech fasondagi va qora nejavkada ishlangan darvozamiz mana. O'zgacha uslubda mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, razmerlarga keladigan bo'lsak, eniga 390 cm, balandligi 350 cm. Qo'shimchasiga bunga 30 cm dan girt qo'shilgani hisobiga bu darvozamiz 4,5 metr eni hosil bo'lgan. Ikkala tomonda. Tepasiga 40 cm narichga qo'shilgani hisobiga 390 cm hosil bo'lgan. Bu darvozamizning materiallariga keladigan bo'lsak, aylan atrofi 10 ga 5 shivelerda bo'ldi. Hop, qanotlari 6 ga 4 profil, 1.7 stenkada bo'ldi. Lis qalinligi 1.8 da bo'ldi. Bu darvozamiz 3 qavatdan iborat. Agar 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa, bu darvozamizda 1 metr kvadrati 1.600.000 so'mdan bo'ldi. Agar 2 qavatli bo'ladigan bo'lsa, 1.350.000 so'mdan. Dostavka, ustanovka vodiy bo'ylab. Qolgan viloyatlarga kelishgan holda olib borib o'rnatib beramiz. Xo'p, orqa tomonni ham ko'radigan bo'lsangiz, hop, hurmatli kuzatuvchilar, mana orqa tomonni ko'rishlaringiz mumkin. Sharnirlari har bittasiga 3 tadan sharnir o'rnatib berildi. Mana quloqlik pachimnikli sharnirdan. Sentr zamok bo'ldi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Listi mana tekisga ishlangan, ko'rinib turibdi mana. Kimga darvoza kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.